Xabaringiz bor, shu kunlarda yurtimiz bo'ylab harbiy vatanparvarlik oyligi doirasida turli tadbirlar tashkil qilinmoqda. Oylik doirasida O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 34 yilligi munosabati bilan Vatanparvar tashkiloti Buxoro viloyati kengashi tasarrufidagi Romitan tumani o'quv sport texnika markazida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Hozir shu haqda. Yoshlarni tashkilot faoliyati bilan yanada yaqinroq tanishtirish, ularda harbiy xizmatga hurmat, milliy armiyamizga nisbatan faxrlanish hissini kuchaytirishni maqsad qilgan tadbir Vatanparvar tashkiloti mening tanlovim shiori ostida o'tkazildi. Tuman mudofaa ishlari bo'limi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tadbirda umumta'lim maktablarining vatan tayanchi otryadlari a'zolariga mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasb mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, tashkilotning motokross, karting, duatlon, pnevmatik quroldan o'q otish, aviamodel, raketa model kabi sportning texnik va amaliy turlari bo'yicha tashkil etilgan seksiyalar ko'rgazmalari ham namoyish etildi. Tadbir davomida yoshlar o'rtasida AK-74 avtomatini qismlarga ajratish va qayta yig'ish, pnevmatik quroldan o'q otish, arqon tortish bo'yicha musobaqalar hamda yo'l harakati qoidalari bilimdoni ko'rik tanlovi o'tkazilib, g'oliblar turli istalik sovg'alari bilan taqdirlandi. O'qish va jamoat ishlarida alohida namuna ko'rsatayotgan o'quvchi yoshlar Vatanparvar tashkilotiga a'zo qilinib, ularga tegishli a'zolik guvohnomalari topshirildi.